Kechirasiz, xola, kimgadir o'xshatavermangizmi? Tanimadingmi, Orvatcha? Men opangman. Opam, qiz bola payti qorayib ketaman deb uydan tulatgacha zontikda boradigan qiz. Kelin bo'lib saraton sosiq deb qora tapida deb agratda ichida ishlash nechi pul bo'lyapti? Voy, mana kiyimlarni muncha chala yudingiz, kelin. Voy, uzr, oja, hozir boshqatdan yuvib kelaman. Yig'di, buni kim urgatdi? Kir yuvishdimi? Yo'q, uzr so'rashdi. Qoningda ichaman hozir. Butun umr o'zi aybdor bo'lsa ham dadamga chaqirib meni mo'ybimni chiqargan odamni uzr so'rashi yozda chillasida qor yog'adi degandek gapda. Ovqat deganda shimni yuvib kelay. Voy, obichon qo'ying, kelin yuvadi. Uyda tuvlisigacha menga arttirgan odam edi, shimni yuvimishmi? Voy, uyaltirma, ukajon. Go'shingni kiyma. O'zim yuvib kelaman. Bekor aytib aytdingiz, xudo xola endi bir chekka o'tkazib qo'llam chimcho'rib mamataloq qilaveradi. Kelin, mana shu yerlarni polni shudgor qilasiz. Aha. Qo'ylarni patini tozalang. Aha. Sigirlarning tuxumini olib, tovuqlarni sog'ib qo'ying. Xo'p bo'ladi, oyijon. Ye, onasini hepsini uyda butun oilamizga bas keladigan opam kelin bo'lib toshbaqa uchadi desa, ha, faqat sal pastlab uchadi deydigan bo'lib qolibdi-ku. Bu opalar jonni qaynona osir ekanda. Voy, ukajon, musul qilma, hozirgina tozaladim. Tozalaysan hamda nimaga yaratirgansan bo'lmasa, kerak bo'lsa tuflimni ham tozalab qo'yasan, tushundingmi? Nima? Men hammasini tushunib oldim. Siz qaynonangizdan qo'rqasiz. Ana shunga milayimgina pishakcha deb qo'ygansiz. Hozir Xudo xolaga bir o'z aytaman, jangingizni soladi. Xudo xola? Xudo xola? Xudo xola? Xudo xolang gashtakka ketdi. Uyda faqat ikkalamiz qoldik. O'ldi, opam qo'lidan endi meni Konor Makgregor qutqara olmasa kerak.